Сегодня именно здесь, на берегах Невы, помня о прошлом, мы обсуждаем вопросы будущего и новой архитектуры глобальной экономики. Узбекистан на протяжении тысячелетий был сердцем Великого Шелкового пути. Через Самарканд, Бухару и Ташкент не просто шли товары, а происходило взаимопроникновение идей и знаний. Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Узбекистан и Центральная Азия в целом становятся самостоятельным центром экономического роста. Здесь формируется перекресток основных коммуникаций между севером и югом, западом и востоком. Сильная, консолидированная, экономически связанная, открытая и стабильная Центральная Азия отвечает стратегическим интересам всех наших партнеров. Наши мощности также увеличатся за счет ввода в эксплуатацию первой гибридной атомной станции в Узбекистане с участием России. Для нас это проект долгосрочного развития, подготовка новой инженерной школы и освоение передовых технологий. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ko'p bizlarning millatchi noshkur bandalarga yaqin kunlarda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin yaxshi bir ikkala davlatni o'rtasidagi do'stlik aloqalar mustahkamlash yo'lida ham va aynan o'zbek xalqiga va O'zbekiston Respublikasining o'sishi uchun yana ko'p elektr energiya kerak edi va Xudoga ming qatorlar shukr, alhamdulillahi robbil alamin. Ikkala davlat mana endi Jizzaxda bitta elektr stansiya quriladigan bo'ldi. Albatta bu kelajakda O'zbekistonni o'sishiga, ishlab chiqarishni, yangi ish joylarini ta'minlab berishiga bo'ladigan harakatlar. Va men boshidan aynan nega har xil mana shunaqa rusofobiya yoki millatchilik qiladigan Sherzod Qudratxo'jayev, Kamoliddin Rabbimov, Shuhrat Rasulov, Rasul Kusherbayev kabi o'xshaganlarga aynan ko'p gapirishimning ham sababi o'zimizning noshukrligimiz sabab, o'zimizning yolg'onlarimiz sabab biz juda katta minuslarga o'zimiz olib kiryapmiz. Mana ko'ringlarda. Rossiya O'zbekiston mahsulotlariga cheklov qo'ymoqda. 30-may sanasidan boshlab Rossiya O'zbekistondan ayrim meva-sabzavot mahsulotlari importini chekladi. Qarang, voy onasini yemsin. Shibongan tagiga qora gilos tiqib tashlagan. Shuning uchun o'zbek tovarga ishonch cho'qalib ketyapti mana. Bir qator mana bunday o'tasiz. Qora gilos tiqib yuborgan, ha? Mana qora gilos. Mana bir qator o'tyapman. Mana qora gilos. Qarang, to'ki. Bo'ldi, qarang. Bu ahvolatni qarang, tayini qarang. Bu qarang. Tevas shibonga tagi qora gilos. Bu qarang, ahvolatni qarang mana. Shu musulmon qilyapti, mana shuni musulmon nafratlanadi butun dunyoga kelgan. Mana ahvolat. Dehqonini ham, brokerini ham, o'rtakashini ham. Yukuzdan xurramlardan. Mayovka tagi. Tagidan olish. Qoram bo'lsin ashlar. 60 mingdan olingan yuklar mana ashlar. Mana shu ko'rayotganlaringizdek, bizni hattoki jurnalistlarimiz, PR uchun gapiradiganlar ko'pi o'zi jamiyatimizda dangasalik, yolg'onchilik va boshqa illatlarni o'zlari tarbiyalayaptilar. Mana shu qilinayotgan narsa ham vatanga zarar, ham jamiyatimizga zarar. Mana shu narsalar barakotni ko'taradi o'rtadan. Bir xabarni yetkazishdan oldin uni to'laqonlik ko'rish. Суд отменил депортацию мигранта за обычный намаз на улице. Гражданина Узбекистана хотели оштрафовать на 30 тысяч рублей и выдворить из России, обвинив в незаконной миссионерской деятельности. Причина – он молился на улице Савушкина. Но Санкт-Петербургский городской суд отменил решение районного суда. Судья указала, в деле нет доказательств, что мужчина кого-то агитировал, призывал или занимался пропагандой. Он просто совершал религиозный обряд. И здесь важно разделять вещи. Одно дело, если человек мешает работе, пассажирам или окружающим. Совсем другое, когда его пытаются депортировать просто за личную молитву. Суд фактически признал, сам по себе намаз – это не миссионерство и не основание для выдворения. Qalampir o'z ko'pi yolg'ondan xabar berishdiki, mana shu uchun deport bo'ldi, u bu deb vahima jar solishdi. Vaholanki, ko'rayotganlaringizdek, boshqa sud buni birinchidan atmenit qilgan. Ikkinchidan u yerda aynan shtab qilinishi sababi Rossiyada xoh mashinada o'zingiz yoki it bilan bo'lsa ham gazonlarni poymol qilsangiz shtraf bor. Bu chotga belgilangan zakonda bor narsa. Va aynan mana shunaqa millatchilik qilib voy mana shu ruslar u bu deyotganlar mana bunaqa faktlarni ko'rib Xudodan uyalinglar. Birinchidan baring ko'ping mana shunaqa millatchilik qiladigan birontang namoz o'qimaysan. Ikkinchidan namoz o'qishni
kerak bo'lsa ko'p videolarda ko'rganmiz. Metrolarning ichida namoz o'qishadi, hech kim gapirmaydi. Prosta kulturni o'qish mumkin-ku. PR uchun xohlagan joyingda kerak bo'lsa o'sha o'tlar ham kalima qaytaradi. Shariat aynan mana shu akaga o'xshab, o'tlarni ustiga chiqib namoz o'qi demagan. Bir joyga borganda shahri yakchashma bor, u yakchashma shahar deganda, ya'niki bir ko'zliklarni shahriga borsang, bir ko'z bilan qara deyilgan. Hammamiz o'zimizdan axtaraylik. Jamiyatimizni oqsoqlikka, qoloqlikka da'vat etayotgan aynan mana shunaqa, mana shu bir to'da g'alamislar, millatchilik qilayotganlar. Menga Rasulna tomonida xalq-ku, o'zga minus qilyapsizlar deganlarga qaytarib aytamanki, yer yuzida 75% inson Alloh yo'q deydi. Bu degani men ham o'sha 75% tomoniga o'tib Alloh yo'q deyishim kerak emas. Men o'zimning haqiqatim bor va o'sha narsani gapirayotganda aqliy dalillarim va o'sha narsani gapirayotgan gapimga ishonaman. Rasulning men saviyasizligini bemalol isbotlab berganman va любой moment aytaman, prямой efirda ham kelsa va ozgina agar erkak bo'lsa, masalan men mardligim uchun javob bera olaman. Mana men hozir ham qo'limda imkoniyatim bo'la turib, rasosini chiqarish mumkin bo'lgan taqdirda ham dushmanlik qilmayapman. Negaki u mendan har chandon slabligini ko'rib boryapman va u xalq dushmani deganimga o'zlari mana shuni qo'llab-quvvatlayotgan, Rasulni qo'llab-quvvatlayotganlar aynan o'zlaringizlar xalq dushmanligini isbotlab berdingizlar. Ya'niki Rasul faqat xalqni yig'isiga, dangasalikka, yechimsiz faqat kimnidir ayblashga undayapti xolos. Uni men sizlarga yaqqol isbotlab berdim. Va Rasulda ozgina agar fahm farosat va boshqasi bo'lganda aqlini yoqar edi. Negaki men buni foydasiga gapiryapmanki, aynan Rasul va Rasulni qo'llayotganlar sizlar o'g'rilarni, muttahamlarni qo'llayapsizlar. Shuning uchun men mana bu toplivniy karta, gostivoy kartalarni qilaylik deganim o'sha yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash edi. Mana shu prezidentimiz shuncha bu davlatga borib, mana shuncha harakat qilayotganlarni biz naborot qo'llashimiz kerak edi. Aynan Rasulning xalqimiz dushmani, prezidentimizni dushmani va kerak bo'lsa o'zi dushmanligini men sizlarga isbotlab berdim. Agar bunda fahm farosat bo'lsa, darhaqiqat mard bo'lsa, musulmon bo'lsa, kibrini bitta joyga yig'ishtirib, aql va farosatini yig'sa agar, bu qaror aynan kelajakda xalqimizga, kerak bo'lsa bolalarimizga foydali ekanligini har tomonlama tushunish mumkin. Prosta mana shu zakonni, mana shu qoida qonunni darobod qilish kerak xolos. Shuning uchun faqat prezident siyosatini qoralab, har xil qarshi chiqishlar qilmoqchi bo'lganlar, bitta mana shu Shavkat Mirziyoyev qilayotgan mehnatlarni ozginasini o'zlaringiz qilib ko'ringlar. Keyinchalik gapiringlar. Tanqid qilish kerak, tanqidda ma'no, mantiq bo'lish kerak. Yo'inki o'sha tanqidlaringiz bilan, o'sha tanqidlarning orqasida bir yechim ko'rsatinglar, bir taklif bilan chiqinglarki, xuddi mana men avvallari kirgizgan takliflarimni prezident jamoasi olib ishga soldi-ku. Hozir mana shu Rasul meni zakaz qilishyapti u bu deb nima qilgani? Masalan men shaxsan o'zim o'z aqlimni tanib unga qarshi chiqyapman. Negaki Rasul bironta yechim qilib bergani yo'q. Qaytanga xalqni pessimistik ruhga chorlab, faqat nuqul-suqul dangasalik, faqat kimdir vinovat. Vaholanki Qur'onning o'zida Alloh aytibdiki, hayotlaringizda hech narsa o'zgarmaydi, toki o'zlaringizni o'zgartirmaguncha. Xuddi shunday aytayapman. Rasul Kusherbayev yoki boshqa mana shunaqa millatchilik qilayotganlar, xalqni doim qalbiga nafrat solayotganlar. Kelinglar mana shu gostivoy karta, to'plovniy kartani qilib bersak, xalqimiz yutadi, iste'molchi yutadi. Pensionerlarga pensiya qo'shib berish imkoniyati bo'ladi. Bizni tinchligini ta'minlashga omil bo'ladi. Prezidentimiz ham qilayotgan mehnatidan o'zi mamnun bo'lib, xalqqa yanada mana shunaqa yaxshi qarorlarni chiqarishga yoki yaxshi mana shunaqa harakatlarni ko'paytirishga iloji bo'ladi. Nuqul faqat qalblarga nafrat solib, qalampir uzga o'xshab yoki mana shunaqa har xil soxta jurnalistlar yoki mana shunaqa har xil, mana shu Sherzod Qudratxo'jayevga o'xshagan, Kamuliddin Rabiyev, Shuhrat Rasulov, Hamid Sodiq, Rasul Kusherbayev kabi o'xshagan mana shunaqa bir soxta yolg'on gaplarni ko'p gapiradiganlarni orqasidan ergashish bu ahmoqlik. O'sha elektr energiya masalasida ham men avvallari aytganmanki, mahallalarni rolini jamiyatda kuchaytirishimiz kerak. Mahalla raislari kerak bo'lsa o'sha spiskalar qilib berish kerak. Kam ta'minlangan oilalardan, bo'lmasa o'sha bizlarda katta minusi aynan mana shu limitni oilada 2 kishi ham bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir oilalarda 15 kishilar bo'lishi mumkin. Va aynan mana shu spiskalar bo'lsa-ga, aynan o'shaqa kambag'al, daromadi past qatlamga ularga albatta subsidiya berilishi kerak. Yo ularni o'sha litsevoy shot deydi-ku, hisob raqami bo'ladi. Ular to'lov qilayotganda avtomatik o'shalarni bazaga kirgizilgan bo'lsa, to'lov qilayotgan hamma to'lovlar ko'pincha elektron bo'lgan. Avtomatik tarzda subsidiya hisoblansin.
bizlarda aynan shu dangasalik ko'pligi hisobidan hammani bitta shkalada, bitta shablonda boy ham o'sha pulni to'layapti, kambag'al ham yoki kerak bo'lsa o'sha invalidlar ham. Buni qilish oson. Bu uchun bir-birimizga tosh otishimiz kerak emas. Bu uchun biz ahil bo'lishimiz kerak. Shuning uchun qaytaryapman, avvallari ham ko'p aytyapman. Ozgina bo'lsa ham aql farosatni ishlataylik. Dangasalik qilish kerak emas va Rasululloh aynan dushman deyotgan, lekin xalqni faqat dangasalik, yig'i-sig'i va masalan o'sha nima deydi, asossiz, aynan asossiz deylik kimnidir ayblab qo'yish kerak-da. Rasulda agar duh bo'lsa, aql bo'lsa, farosat bo'lsa, u zapravshiklarda ayb yo'q. Zapravshiklarda ayb yo'q. Bu masalalarning muammosi chuqurroq va shuning uchun o'zini PR uchun bitta dona zapravkani qoralab yo uni sudga berish bu mutlaqo populizm va hech qanaqa asosi yo'q edi. Yoki xalqaro sudlarga boraman deyishni o'zi bir ahmoqlik edi. O'zi bir ahmoqlik holat bu. To'g'risi hamda asos yo'q. Bu yerda konstitutsiya buzilmayapti. Bu yerda aynan o'g'richilik, muttahamchilikka qarshi kurash va bu borada biz mana shu prezident qilayotgan harakatlariga, energiya borasida boshqa o'sha kamchiliklarni ustidan o'zimiz jamoat bo'lib, jamiyat o'laroq birgalikda ish qilishimiz kerak. Bizga chetdan kelib hech kim bu masalalarga yechim qilib bermaydi. Mana shu narsani ustidan to'g'ri tafakkur qilib, qo'ldan kelgancha prezident haqlariga duolar qilib, hammamiz o'zimizning ustimizdan ishlaylik. Davlatimizga yaxshi kadrlar kerak. O'sha elektr energiyani ham arzon qilish uchun bizda elektr energiya ko'pi sotilib olinadi. Buni ham tushuninglar. Va narxlar oshishi bu aynan inflyatsiya, ya'niki pul qadrsizlanyapti. Inflyatsiya ko'tarilsa shunaqa bo'ladi. Inflyatsiya pasayishi uchun hamma operatsiyalar prozrachniy bo'lishi kerak. Tovar-oborotlar hammasi ochiq, oydin bo'lishi kerak. Mana shu narsani tushuninglar. Har xil millatchilarga yoki Rossiyaga qarshi masalan shunaqa adovat qo'zg'atib, nafrat qo'zg'atganimiz bilan mana qaranglar, bir paytlar 5-6 million o'zbek aholisi Rossiyada bo'lgan paytida xalqimiz bemalol mashinani kerak bo'lsa, oldindan pulini to'lab, keyin sotib olayotdi. Hatto o'sha O'zbekistonda yashaydigan ko'pi boyigani boshqasi bu aynan o'sha migrantlarning pulini orqasidan edi. Usta ishlatsa usta boyayotdi. Keyin o'sha usta kerak bo'lsa yana produkt oladi, boshqa qiladi. Shuning uchun migrantlarning pulida juda katta ma'no bor edi. Migrantlar bitta o'zini boqmayotdi. Migrantlar o'zini oilasini boqsa, produkt olsa, magazinchini boqayotdi. Bolalarni sochini oldirsa sartarosh, usta ishlatsa ustalar, mashina olsa davlat yoki mana shunaqa boshqalar boyayotdi. Shuning uchun migrantlarni teng bo'lib mana shu Rossiyada ishlayotganlarga naborot davlat tomonidan ham o'zimiz ham poddershka bo'laylik deganda 22 yildan beri Rossiyada bo'lsam, avvallari 5-6 millionlab o'zbek aholisi shu yerda bo'la turib shunaqa muammolar yo'q edi-ku. Bu muammolar qaydan kuchaydi? O'zimizda russofobiya kuchaydi va zerkalni atvet deydi, javobiga o'zimiz chida olmayapmiz. Hamma aybni o'zidan axtarib, yolg'on ma'lumotlarni yig'ishtirib, Xudodan ozgina bo'lsa ham qo'rqib, mana shunaqa o'qlangan, mana shunaqa ovoshi fruktiga, meva sabzavotlar eksportiga, boshqasiga hammasiga to'g'ri e'tibor berib, Xudodan qo'rqib, shukrli bo'lib, qaydangi vatan uchun halol farzandlar, halol kadrlarni tarbiyalaylik. Mana bunaqa yolg'on yashiqlar bilan bir-birimizga tosh otib, biz o'zimiz oxiratimizni ham kuydiryapmiz. Mana shu narsalar ustidan hammamiz o'zimiz tafakkur qilaylik deya, vatanimizga tinchlik, omonlik tilagan holda prezident va u kishining komandalariga Allohdan yanada madad so'rab, xalqning ichidagi dardlarni ham eshitishga Allohdan ularga madad so'ragan holda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum. Vatanimga sallallahu alayhi va sallam ya sallallahu alayhi va sallallahu alayhi va sallam Habibullah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вашего разрешения на старт заливки первого бетона блока номер 1 малой мощности. Уважаемый Шавкат Мирамонович, прошу разрешить запуск строительных работ. Разрешаю.